Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Storytime. Biz boshlaymiz. Nikohga olib borgan sukut. Men o'sha kuni kozguga qarab uzoq turdim. Kozguda turgan qiz 19 yoshli men, oppoq libosda, yuzida jilmayish bor edi. Ammo bu jilmayish yurakdan emasdi. U o'rgatilgan jilmayish edi. Atrofdagilar ko'rish kerak bo'lgan, lekin ichimda bo'lmagan jilmayish. Bugun men 75 yoshli qariga turmushga chiqayotgan edim. Hech kim meni majburlamadi. Hech kim qo'limdan ushlab sudramadi. Lekin hayot shunday joyga olib kelgandiki, tanlov degan so'z faqat qog'ozda qolgan edi. Otam yo'q. Onam kasal. Qarzlar bor. Qishloqda esa gap tez yuradi. Qiz bola sabr qilish kerak, deyishdi. Qarining puli bor, seni boqadi, deyishdi. Yosh o'tadi, imkoniyat yo'qoladi, deyishdi. Men esa jim bo'ldim. Chunki jimlik qarshilikning eng oson shakli edi. Nikoh marosimi hashamatli bo'ldi. Katta hovli, uzun dasturxon, begona odamlarning tabassumi. Ular meni emas, kelishuvni tabriklayotgandek edi. Qarining ismi hurmat bilan tilga olinardi. Uning so'zlari esa kam edi. U menga kam qarardi. Qaraganda ham nigohida ehtiros yo'q edi. Faqat olchov bor edi. Go'yo u meni emas, kelajakdagi vaziyatni baholayotgandek. Qo'rqyapsanmi? Deb so'radi u mashinada ketayotib. Yo'q, dedim men yolg'on gapirib. U bosh irgadi. Yaxshi, dedi u, qo'rquv keyinroq keladi. Bu so'z yuragimni qattiq urib yubordi. Uning uyi shahar chetida edi. Baland devorlar. Kamera. Sukut. Bu uyda hashamat bor edi, lekin hayot yo'q edi. Xonalar katta, ammo sovuq. Go'yo bu yerda odamlar emas, sirlar yashardi. Bu yerda qoidalar bor, dedi u uyga kirganimizda. Agar ularni buzmasang, hammasi yaxshi bo'ladi. Qanday qoidalar? So'radim. Vaqti kelganda bilasan, dedi u. Birinchi kun tez o'tdi. Ikkinchi kun ham. U menga tegmadi. Yaqinlashmadi. Hatto ovozini ko'tarmadi. Bu meni yanada bezovta qildi. Chunki men boshqa narsani kutgandim. Uchinchi kuni men uy ichida sayr qilar ekanman, yopiq eshikni ko'rdim. Qulfli edi. Bu nima? So'radim kechqurun. U bir zum jim qoldi. U yerga hali erta, dedi u, 7 kun o'tsin. Nega 7? U menga qaradi. Chunki 7 kundan keyin odamlar o'zini tutolmaydi, dedi u, haqiqat chiqib ketadi. 7 kun. Bu raqam xayolimga mixlanib qoldi. Har kecha uxlay olmadim. Har kecha bu uyning tovushlarini eshitdim, devor ortidagi qadamlar, tunda ochilib yopilgan eshiklar, go'yo kimdir meni kuzatayotgandek. 5-chi kuni men oynadan tashqariga qaradim. Darvozadan hech kim chiqmaydi. Hech kim kirmaydi. Agar ketmoqchi bo'lsamchi? Deb so'radim. U menga qarab kulimsiradi. Nikohdan keyin ketish boshqacha bo'ladi, dedi u, ayniqsa sen bilib bo'lgandan keyin. Nimani bilib? U javob bermadi. 7-chi kun yetib keldi. U tongda menga qarab dedi. Bugun hammasi o'zgaradi. Qanday qilib? Dedim. U cho'ntagidan kalit chiqardi. Eski. Og'ir. Sovuq. Bu uy seni tanladi, dedi u, endi navbat senda. Kalitni qo'limga qo'yarkan, qo'li titramadi. Agar eshikni ochsang, dedi u sokin, endi oddiy kelin bo'lib qolmaysan. Yuragim tez ura boshladi. Agar ochmasamchi? U menga uzoq qaradi. Unda bu nikohning asl sababini hech qachon bilmaysan. Men kalitga qaradim. Va shu lahzada tushundim. Men qariga emas, noma'lum haqiqatga turmushga chiqqan edim. Qulflangan eshik. Kalit kaftimda sovuq edi. U shunchaki metall bo'lagi emasdek tuyulardi, go'yo u qaror edi. Qari menga ortimdan qarab turardi. U shoshilmadi. Bu meni yanada qo'rqitdi. Och, dedi u sekin. Men shu yerda bo'laman. Yo'lak uzun va jim edi. Qadamlarim ovozi devorlarga urilib qaytardi.
Qulflangan eshik oldiga kelganimda yuragim shunchalik qattiq urardiki, quloqlarimda eshitilardi. Kalitni solib burdim. Qars. Eshik ochildi. Ichkarida xona bor edi. Bu yotoqxona emasdi. Bu ombor ham emasdi. Bu xotiralar xonasi edi. Devorlarda suratlar osilgan. Hammasida yosh qizlar. Turli yillarda tushirilgan. Turli kiyimda. Lekin bitta umumiylik bor edi. Ularning yoshi mening yoshimga yaqin edi. Oyoqlarim bo'shashib ketdi. Bular kim? Dedim pichirlab. Qari orqamdan kirib keldi. Mening xotinlarim emas, dedi u, mening kelinlarim. Nima? Sen birinchi emassan, dedi u xotirjam. Lekin har biri 7 kundan keyin tanlov qilgan. Xonaning markazida stol turardi. Stol ustida daftarlar, papkalar, videokasetalar. Ba'zilari juda eski, ba'zilari yangi. Men bitta daftarni ochdim. Ichida yozuvlar bor edi. 1 kun sukut. 3 kun qo'rquv. 5 kun savollar. 7 kun haqiqat. Siz bizni kuzatdingizmi? Dedim. Men odamni sinab ko'raman, dedi u. Kim faqat pul uchun keladi, kim esa ichki kuchi borligi uchun. Qanday kuch? Qari menga tik qaradi. Sabr, dedi u va sukut. Bir suratda qiz juda tanish tuyuldi. Bu qiz, dedim. U ketdi, dedi qari. Ammo hamma narsa bilan emas. U qayerda hozir? Ba'zilari tashqarida yashayapti. Ba'zilari esa u jim qoldi. Qayerda? Bu uyning ichida qolganlar ham bor, dedi u nihoyat. Yuragim muzlab ketdi. Qanday qilib? Ular bu uyga tegishli bo'lib qolishdi, dedi u. Men orqaga chekindim. Siz aqldan ozgansiz, dedim. Bu jinoyat. Qari kulimsiradi. Jinoyat pul bilan qilinsa, jinoyat. Bu esa meros. Qanday meros? U stol tortmasidan hujjat chiqardi. Men uzoq yashamayman, dedi u. Bu uy, bu boylik, bu sir, barchasi davom etishi kerak. Siz meni shuning uchun oldingizmi? Ha, dedi u, chunki sen qo'rqib turganingga qaramay eshikni ochding. Xonaning oxirida yana bitta kichik eshik bor edi. Unga yaqinlashdim. U yerda nima bor? Dedim. Qari ovozini pasaytirdi. 7 kundan keyin qolganlar, dedi u. Agar ochsam. Unda sen tanlov qilasan, dedi u, yoki ketasan. Yoki qolasan. Qolsamchi? U ko'zlarimga tik qaradi. Unda sen bu uyning navbatdagi egasiga aylanasan. Nafasim qisildi. Shu payt u qo'shimcha qildi. Lekin bitta shart bilan. Qanday shart? Endi bu sirni sen ham yashirasan. Shu lahzada 7-kunning 1-shoki meni urdi. Bu nikoh muhabbat ham, pul ham emas edi. Bu tanlov edi. Va men allaqachon uning ichida edim. Qolganlar. Kichik eshik oldida to'xtab qoldim. Qo'lim titrardi. Ichkaridan tovush yo'q edi. Na nafas, na qadam. Go'yo u yerda hech kim yo'qdek. Ammo yuragim boshqa narsani aytardi. Och, dedi qari ortimdan. Endi ortga yo'l yo'q. Men eshikni ochdim. Ichkarida uzun zal bor edi. Yorug'lik xira. Derazalar baland, panjarali. Devor bo'ylab bir necha xonalar, har birining eshigi ochiq. Va har birida odam bor edi. Qizlar. Yosh. Men kabi. Ba'zilari mendan ham yoshroq ko'rinar edi. Ular sokin o'tirardi. Kimdir kitob o'qirdi, kimdir tikardi, kimdir shunchaki devorga tikilib turardi. Ular tirikmi? Dedim pichirlab. Albatta, dedi qari. Men ularni asrayman. Bu qamoqxona-ku. Dedim men. Bu panoh, dedi u xotirjam. Tashqarida ularni hech kim kutmaydi. Bir qiz menga qaradi. Ko'zlari tirik edi. Ammo ichida umid yo'q edi. Sen ham keldingmi? Dedi u sekin. Nima bo'ldi sizlarga? Dedim. U kulimsiradi. Achchiq kulgi.
Biz 7 kundan keyin qolishni tanladik, dedi u, yoki tanlashga majbur bo'ldik. Nega ketmadingiz? Chunki ketishning ham narxi bor, dedi boshqa qiz. Bizda esa to'lashga hech narsa qolmagan edi. Qari zal o'rtasiga chiqdi. Mana, dedi u, bu yer mening eng katta boyligim. Siz odamlarni boylik deb hisoblaysizmi? Qichqirdim men. Men ularni davom deb bilaman, dedi u, har biri bu uyni saqlaydi. Tartibni, sirni. Qanday sir? Bu uy ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolgan, dedi u, pul, hujjat, yashirin yo'llar. Agar bu sir ochilsa, ko'p kuchli odamlar qulaydi. Demak, siz bizni qalqon qilyapsiz. Sizlar o'zingizni tanladingiz, dedi u sovuqqon. Endi navbat senda. U menga yaqinlashdi. Sen yosh, hushyor va qo'rqmaysan, dedi u, sen davom etasan. Men rozi emasman. Dedim. Hali, dedi u, 7 kuning tugadi. Endi qaror vaqti. U hujjatni chiqardi. Agar qolsang, dedi u, bu uyning keyingi egasi bo'lasan. Ular esa senga bo'ysunadi. Agar ketaman desam. U kulimsiradi. Unda tashqaridagi dunyo senga eshiklarini yopadi, dedi u, oila, hujjat, pul hammasi yo'qoladi. Bu shantaj. Bu hayot, dedi u, tanla. Qizlar jim turardi. Birortasi ket demadi. Birortasi qol demadi. Ular allaqachon ichkarida edi. Men tushundim. Agar hozir ketmasam, bu uy meni yutib yuboradi. Ammo ketish ham oson emasdi. Chunki tashqarida meni kutayotgan hech kim yo'q edi. Yoki men shunday deb o'ylagandim. Shu payt zal oxiridan ovoz eshitildi. U yolg'on gapiryapti. Hamma o'girildi. Bu eng chekkadagi xonadan chiqqan qiz edi. U boshqalardan farq qilardi. Ko'zlarida olov bor edi. Ketish mumkin, dedi u, faqat u buni yashiradi. Qari qotib qoldi. Jim bo'l, dedi u sovuq ovozda. Yo'q, dedi qiz. Endi yo'q. U menga qaradi. Agar ketmoqchi bo'lsang, dedi u, hozir ket. Chunki u seni ertaga qo'ymaydi. Yuragim urib ketdi. Nega ertaga? Qiz javob bermadi. Qari esa sekin jilmaydi. Chunki ertaga u allaqachon bu uyning bir qismi bo'ladi, dedi u. Shu lahzada men tushundim. Bu uy vaqt bilan ishlardi. Va vaqt mening dushmanim edi. Qochish soyasi. Zalda sukunat qalinlashdi. Qari qizga tikilib qoldi. Uning jilmayishi yo'qoldi, nigohi sovuqlashdi. Men esa yuragimni bosib, sirli qiz tomon bir qadam tashladim. Sen kimsan? Dedim men. U menga qaradi, ko'zlarida shoshilinchlik bor edi. Ismim Dilnoza, dedi u, men bu yerga 3 yil oldin kelganman. Sening yoshingda. Qanday qilib ketish mumkinligini bilasanmi? Dedim men pichirlab. Ha, dedi u, lekin faqat bugun. Qari ovozini balandlatdi. Yetar, dedi u hamma oshxonasiga. Qizlar tarqala boshladi. Lekin Dilnoza joyidan qimirlamadi. Qari menga yaqinlashdi. Sen bilan keyin gaplashamiz, dedi u past ovozda. Hozir esa xonangga qayt. Men bosh irgadim. Ammo ichimda qaror allaqachon qabul qilingan edi. Kechqurun Dilnoza xonamga keldi. Eshikni sekin yopdi, kalitni burdi. Vaqt kam, dedi u seni ertaga hujjatlar bilan bog'lab qo'yadi. Qanday hujjatlar? Vasiylik, ishonchnoma, meros, dedi u, sen imzolaysan. Keyin chiqib keta olmaysan. Qochish yo'li qayerdan? Dedim men. U derazani ochdi. Pastda bog', undan keyin eski xo'jalik binosi ko'rinardi. Kechasi kameralar 3 daqiqaga ochadi, dedi u, elektr tarmog'i eski. Men buni topish uchun 2 yil sarfladim. Sen nega ketmading? U bir lahza jim qoldi. Chunki men yolg'iz edim, dedi u, endi esa sen bor. Tun tushdi. Uy ichida qadam tovushlari kamaydi. Qari oshxonasiga kirganini eshitdik. Soat 12 bo'lganda chiroqlar bir zumga lip etib ochdi. Hozir, dedi Dilnoza. Biz derazadan tushdik.
Yer sovuq, oyoqlarim qaltirardi. Bogdan yugurib o'tdik. Eski bino yoniga yetganimizda kimdir orqamdan baqirdi. To'xtang. Yuragim bo'g'zimga tiqildi. Tez, dedi Dilnoza. Biz eshikni itardik. Ichkarida qorong'u chang bosgan yo'lak. Orqamdan qadamlar yaqinlashardi. Bu yo'l qayerga olib boradi? Dedim men nafasim qisilib. Tashqariga, dedi u, agar eshik ochiq bo'lsa. Biz yugurib bordik. Oldimizda temir eshik. Dilnoza kalit chiqardi. Qayerdan olding? Dedim. Men bu uyda faqat kutmadim, dedi u. Kalit burildi. Eshik ochildi. Ammo tashqarida odamlar bor edi. Qari ularning orasida turardi. Men aytgandim, dedi u sokin. Vaqt sening dushmaning. U menga qaradi. Endi tanlov haqiqiy bo'ladi, dedi u, qochasanmi yoki qaytib hammani saqlaysanmi? Dilnoza qo'limni mahkam ushladi. U yolg'on gapiryapti, dedi u, hech kimni saqlamaydi. Qari bir qadam tashladi. Oxirgi marta so'rayman, dedi u, qayt. Yuragim urardi. Nafasim titrardi. Va men tushundim. Bu faqat qochish emas edi. Bu qarshi turish edi. Qarshi zarba. Qari bizga yaqinlashdi. Uning ortida ikki erkak turardi. Sukut. Qo'llari cho'ntakda. Bu yerda hamma narsa hisoblangan edi. Sen ketishing mumkin, dedi qari menga. Lekin u qoladi. U Dilnozani ko'rsatdi. Yo'q, dedim men. Yoki ikkalamiz ketamiz, yoki hech kim. Qari kulimsiradi. Qizaloq, dedi u sokin. Sen hali tushunmaysan. Bu uy faqat devorlar emas. Bu hujjatlar, kelishuvlar, odamlar. Agar hozir chiqib ketsang, ertaga yo'q bo'lasan. Qanday qilib? Dedim. Juda oson, dedi u, men sening oilangni bilaman. Onangni, qarzingni, qishlogingni. Dilnoza qo'limni siqdi. U shantaj qiladi, pichirladi u, lekin u qo'rqadi. Nimadan? Dedim. O'zi qurgan tizim qulashidan, dedi u. Qari qo'liga papka oldi. Mana, dedi u, imzola. Bu ishonchnoma. Sen ketasan, hammasi tugaydi. U esa qoladi. Men papkani oldim. Ichida hujjatlar bor edi. Murakkab. Rasmiy. Qamoqdek qalin. Agar imzolamasamchi? Dedim. Unda bugun hech kim bu darvozadan chiqmaydi, dedi u. Shu payt Dilnoza oldinga chiqdi. Endi navbat meniki, dedi u. U sumkasidan kichik qurilma chiqardi. Bu nima? Dedi qari. Zaxira, dedi Dilnoza. 3 yil davomida yigilgan videolar, yozuvlar, hujjatlar. Hammasi bulutda. Qari qotib qoldi. Sen yolg'on gapiryapsan, dedi u. Tekshirib ko'r, dedi Dilnoza. Agar bizga biror narsa bo'lsa, bu ma'lumotlar ertalab ochiladi. Men ilk bor qarining ko'zida qo'rquvni ko'rdim. Sen buni qila olmaysan, dedi u past ovozda. Men allaqachon qildim, dedi Dilnoza. Qari menga qaradi. Demak, sen tanlading, dedi u. Ha, dedim men. Endi men ham qo'rqmayman. Men hujjatlarni yirtib tashladim. Qog'ozlar yerga sochildi. Bu uy sizniki emas, dedim men. Bu qamoqxona. Qari yuzini o'girib erkaklarga ishora qildi. Ular bir qadam tashladi. Shu payt tashqaridan signal ovozi eshitildi. Mashinalar. Chiroqlar. Ovozlar. Kechikdingiz, dedi Dilnoza. Men allaqachon xabar berganman. Darvoza ochildi. Ichkariga odamlar kirdi. Formadagi erkaklar. Kamera. Savollar. Qari orqaga chekindi. Siz tushunmaysiz, dedi u, bu tizim qulab tushsa, hamma zarar ko'radi. Yo'q, dedim men. Faqat siz. Dilnoza menga qarab kulimsiradi. Endi ketamiz, dedi u. Biz darvozadan chiqdik. Havo sovuq edi. Ammo nafasim erkin edi.
Orqamga qaradim. Uy ichida chiroqlar yonib ochardi. Sirlar ochilardi. Yillar davomida yopilgan eshiklar nihoyat ochilayotgan edi. Men tushundim. Qo'rquv bilan qurilgan boylik abadiy emas. Haqiqat esa baribir chiqib keladi. Haqiqatdan keyin darvozadan chiqqanimizda oyoqlarim hali ham titrardi. Hamma narsa juda tez sodir bo'lgandi. Chiroqlar, odamlar, savollar. Lekin men uchun bitta narsa aniq edi, men ozod edim. Dilnoza yonimda yurardi. U ham jim edi. Ba'zan erkinlik so'z bilan ifodalanmaydi. Endi nima bo'ladi? Deb so'radim men. Endi haqiqat o'z ishini qiladi, dedi u. Ertasi kuni yangiliklar chiqdi. Yashirin uy. Yillar davomida yopiq saqlangan sir. Yosh qizlar ustidan nazorat. Ism aytilmadi. Lekin hamma tushundi. Qari kasalxonaga yotqizildi. So'roq qilinmadi. U juda keksa edi. Juda charchagan. Ammo oxirgi so'zini aytishni xohladi. U meni ko'rishni so'radi. Palataga kirganimda u o'sha odam emasdi. Kuchli, sovuq, hisob-kitobli qaridan faqat tanasi qolgan edi. Ko'zlari esa bo'sh edi. Sen kelding, dedi u past ovozda. Nega buni qildingiz? Dedim men. U sekin kuldi. Men qo'rqdim, dedi u olishdan. Yolg'iz qolishdan. Unutilishdan. Shuning uchun odamlarni qamadingizmi? Men ularni saqladim, dedi u, hech kimga kerak bo'lmaganlarni. Siz ularni tanlashdan mahrum qildingiz. U jim qoldi. Sen boshqacha bo'lding, dedi u, shuning uchun bu tizim qulab tushdi. Yo'q, dedim men. U allaqachon chirigan edi. U ko'zlarini yumdi. Boylik nima ekanini bilasanmi? Dedi u so'nggi marta. Bilaman, dedim men. Erkinlik. U jilmaydi. Bu uning oxirgi jilmayishi edi. Bir necha oy o'tdi. Men boshqa shaharga ko'chdim. Yangi hujjatlar, yangi hayot. Onam sog'ayib ketdi. Qarzlar asta-sekin yopildi. Dilnoza bilan aloqani uzmadim. Biz tez-tez gaplashardik. Bizni umumiy jarohat bog'lab turardi. Bir kuni u dedi. Agar o'sha kuni ketmaganingda-chi? Men uzoq o'yladim. Unda men tirik bo'lar edim, dedim. Lekin yashamagan bo'lardim. Ba'zan kechasi tush ko'raman. U uy. Qulflangan eshiklar. 7 kun. Lekin endi uyg'onganimda qo'rqmayman. Chunki men bilaman. Haqiqat qanchalik kech chiqmasin, u ozod qiladi. Va men o'sha 19 yoshli qiz emasman endi. Men tanlov qilgan ayolman. 7 kundan keyin ham. Oradan 7 oy o'tdi. Ba'zi yaralar vaqt bilan yopiladi, ba'zilari esa belgi bo'lib qoladi. Men endi qo'rqib uyg'onmayman. Lekin ba'zan tongda oynaga qaraganimda o'sha 19 yoshli qizga ko'zim tushadi. U hali ham mendaman. Faqat endi u jim emas. Men universitetga qaytdim. O'qishni davom ettirdim. Hech kim o'sha uy haqida so'ramaydi. Odamlar tez unutadi. Ayniqsa agar haqiqat ularga tegmasa. Ammo ba'zi kechalari telefonimga noma'lum xabar keladi. Rahmat. Siz tufayli qizim qaytdi. Men ham u yerda edim. Endi erkinman. Men javob yozmayman. Chunki bu hikoya endi meniki emas. Bir kuni Dilnoza bilan uchrashdik. U kulardi. Haqiqiy kulgi bilan. Agar yana shunday vaziyat bo'lsa, dedi u, yana qocharmiding? Men bosh chayqadim. Yo'q, dedim. Endi men qochmayman. Men qarshi chiqaman. U jilmaydi. Demak, u yutqazgan.